Azim qochsam hozir. Senga biz. Ha. Sen ko'rmanmi? Ikkindan keyin ikkitagan tayyorlan. Ha, tinchlikmi? 2 kundan keyin haqiqiy shou bo'ladi. Ko'chada qilyapsan Tirnoqni. Men sharoitdan kelib chiqib qolyapman-da. Bo'lmasam zo'r joyga olib boraman. Ketdik. Mana men senga aytgan Dreyfit. Yaxshi. Aka kelinglar, assalomu alaykum. Aksiga tushgan narsalarni ko'rsating. Mana ko'chalar Tirnoqga qilib yuribdi. Mana shu velosipedingiz 3 million 200 ming so'mida 2 million 499 ming so'mga tushirib qo'ydik. Undan tashqari 150 kilogacha ko'taraveradi. Olgan odamga mana bunaqa gilamcha bilan sodish qo'shib beryapmiz. Yaxshi. Hop bo'ldi, xo'ja. Xo'ja aytishyaptiki, 2 million 400 ming so'mga sotilgan 120 kiloli velosipedimiz 1 million 799 ming so'm chiqdi. Qarang, bonusimiz ham bunga amal qiladi. Sarakana ushkalamiz mana shu modelda 350 mingda 250 ming qivordik. Ana bu bo'lsa-chi? Ha, bo'lmi? 400 mingda 300 ming qivordik. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Ha, bo'laversin. Mana shu ko'rib turgan begovoy darajasiz ham 3 million 800 mingda 3 million 300 ming qilib qo'ydik. Yonidagisi bo'lsa 3 million 300 mingda 2 million 800 ming qilib qo'ydik. 100 kilogacha ko'taradi. Buni endi qimmatligining sababi masajlari ham bor. Akishtagan endi yonadi. Kamel karate man tutib. Senga nima bermay ekan? To'xta. Ben jangariman, jangchiman. Menga jang beringlar. Oktagonlarga